Ta'lim bu muvaffaqiyatning kalitidir. Yashash maqsadimiz neligini bilishimiz hamda yuksalishimiz uchun zaruriy bo'lgan ilmlar, qobiliyat va odob axloqning shakllanishida ta'lim juda muhimdir. Ammo bugungi kundagi zamonaviy ta'lim tizimi haqiqatan ham bizning yuksalishimiz uchun xizmat qilmoqdami? Yoki u shunchaki ilm olish deya ataluvchi yolg'on hissiyot bilan sizni yanada aqlli bo'lib borayotganingizga ishontiruvchi bir tizimmi? Ha, aslida bu tizim, ya'ni zamonaviy ta'lim tizimi sizning dunyoqarashingizni cheklash uchun xizmat qilmoqda. Chunki jamiyatni boshqarishning eng samarali usullaridan biri bu insonlarni erkin fikrlashdan to'sib qo'yishdir. Zamonaviy ta'lim tizimi aslida insonlarni turli bizneslarga chizilgan chiziqdan chiqmaydigan bir xodim yetishtirib berish uchun yirik kapitalist magnatlar tomonidan ishlab chiqilgan bir tizimdir. Chunki bu magnatlar tashkil etgan zavodlar va ofislarda kimlardir ishlashi kerak. Ha, erkin fikrlovchilar emas. Faraz qiling, o'sha kimsalardan biri aylana stolda o'tirib shunday demoqda: "Xo'sh, biz nimadir qilishimiz kerakki, shunda yosh avlod dunyoni biz xohlagandek ko'rsin, hamda ulg'ayotganlarda ham ana shu dunyoqarash bilan biz xohlagan narsaga ishonsinlar." Ha, kimdir o'zingizcha nimalar deyapsiz, bunday bo'lishi mumkin emas deyishi ham mumkin. Ammo ana shu tizim bolalarni ota-onalardan haftada 5-6 kun, deyarli kun bo'yi ajratib olish bo'lganda ham 5-6 yoshdan boshlab to ular ulg'ayguniga qadar bolalarning dunyoqarashlari zaruriy nazorat ostida bo'lishi. Bu yuqorida aytilgan maqsad uchun puxta bir reja. Ha, ko'rib turganingizdek ana shu voqealar sodir bo'lmoqda va bu ta'lim tizimi degan nom olgan. Aslida bu insonga ideologik ishlov berishdir. Esingizda bo'lsa, o'tgan qismlarimizda jamiyatni boshqarishning eng samarali uslubi o'laroq insonlarning aql idroklarini nazorat qilish ekanini aytgan edik. Endi esa o'ylab ko'ring, insonning aql idrokini boshqarishning eng oson yo'li bu qachonki bir insonga go'yoki aqlan yuksalayotganiga ishontirish va aslida uning dunyoqarashini va tafakkurini cheklab qo'yishdir. Ha, maktab ta'lim tizimi kichik yoshdan boshlab to balog'atga yetgunga qadar turli metodlar orqali bolaning haqiqiy salohiyatini doimiy ravishda cheklab turish uchun yirik magnatlar tomonidan qurilgan bir tizimdir. Xo'sh, bu qanday metodlar? Bu rejadagi asosiy metodlardan biri bu bolaning vaqtini va energiyasini ta'limdan ko'ra ko'proq maktab qonun qoidalari, ichki nizom, jazolar, tashqi ko'rinish, ya'ni forma kabi ikkinchi darajali ishlarga sarf etib tashlash. Bu narsalar orqali bolaning o'y-xayollari, o'zini tutishi, hissiyotlarini kimlardir istagan bir holatga olib kelinadi. Ko'plab maktab qoidalari me'yordan ortiq bo'lib, ana shu qoidalar va jazolashlar bolaning aqliy salohiyatini oshirish uchun emas, o'ziga bo'lgan ishonchini so'nib ketishi uchun xizmat qilib qo'ymoqda. Qarzdorlik bu nazorat qilishning yana bir tizgini hisoblanadi. Kontrakt orqali talabalarni bo'ynigacha qarzga botiring va ular hayotlarining katta qismini ana shu qarzlarni to'lashga sarf etishsin. Afsuski, bu pullarni talaba o'zining programmalashtirilishi va kimlardir xohlayotgan bir qolipda bo'lishi uchun ter to'kib topadi. Bu maktabda sizning qulog'ingizga quyib kelingan qarashlarning ro'yxati. Haqiqat hukumat yoki ma'muriyat tomonidan belgilanadi. Salohiyat bu eslab qolish, yaxshi xotira bu tahsinga sazovor salohiyat. Rad etish bu jazoga loyiq. Aksincha, tasdiq etish mukofotga sazovor. Jurnalist Henry Menkin shunday deganda: hozirgi ta'lim tizimi bu jamiyatning rivoji asosiga qurilgan tizim emas. Aksincha, tizimdan maqsad shaxslarning erkin fikrlashini eng xavfsiz, ya'ni past darajaga olib tushish va ularni standart bir fuqaroga aylantirish. Ko'rib turganingizdek, insonlar bu tizimga chuqur kirib borganlari singari nimalarga duchor bo'lishmoqda. Hattoki endi bu chirkin tizimning ishlab turishi uchun yosh avlod qarzga botib bo'lsa-da pul ham to'laydi. Xo'sh, endi sizga savol. Siz bu tizimda nima qilmoqchisiz? Maqsadingiz nima? Nega siz bu tizimning bir qismiga aylanishni istayapsiz? Agar imtihonda ularning nazdidagi noto'g'ri javobni belgilasangiz, siz yiqilasiz.
Hozirgi ta'lim tizimi bir-biri bilan umuman aloqasi bo'lmagan bir necha uzuq-yuluq darslar va qo'llanmalardan tashkil topgan bir tizimdir. O'quvchilar faqat aytilgan formulalar yoki qismlarni yodlab olish orqaligina uyga vazifalarni bajara oladilar. Lekin bu narsalar hech qachon bolada kerakli suratni hosil qilmaydi va kelgusida bu narsalarning bolaga deyarli foydasi tegmaydi. Shuning uchun ham o'quvchilar faqatgina o'zlariga o'rgatilgan usul orqaligina bir masalani ishlay oladilar xolos. Buning natijasida ular boshqa kerakli va samarali yo'llardan mahrum bo'ladilar. Hamda ular go'yoki berilgan topshiriqni so'zsiz bajaradigan bir robotga aylanadilar. Nega yoshlarimizning dunyoqarashlari torayib bormoqda? Nega tafakkur qilishga qiynaladilar? Nima uchun test natijalari bunchalar qoniqarsiz? Aslida men bu test tizimiga ham qarshiman. Shunday bo'lsa-da, hatto ana shu o'zlari ishlab chiqqan test tizimi natijasiga qarasak, ta'lim tizimi sekin-asta tanazzulga yuz tutmoqda. Bu tizimni qurshab olgan zerikarli kayfiyatni bir ko'ring. Zerikib ketgan o'quvchilarga qarang. Maktabda o'tirganlarida ularning yuzlariga bir tikilib ko'ring. Men dars berganman. Bir vaqtlar butun shtatlar bo'yicha yoshlarga dars o'tganman. Ularning yuzlariga qaraganda bilasizmi nimani ko'rasiz? Zerikish. Nega? Chunki ular o'rganayotgan narsalari aslida nima uchun kerak bo'lishini ham bilishmaydi. Nima uchun? Men bularni nima qilaman? Eng aqllilar hammadan oldin bu tizimni tark etishmoqda. Bill Gates u Garvardni yakunlamay turib tark etgan. Bu tizim haqiqatini tushunib yetganlar shunday qilishadi. Steve Jobs u ham o'qishni yakunlamay turib tark etgan. Ular ko'p pul topishni istadilar, lekin anglab yetdilarki, bu yo'l, ya'ni ta'lim tizimi boylikka yo'l ocha olmaydi. Shunday ekan, siz bir yerda ko'p pul topishni maqsad qilib o'qiyotgan bo'lsangiz, ishonavering, vaqtingizni bekorga ketkazyapsiz. Hattoki ba'zi top kompaniyalar o'zlariga kerakli yosh kadrlarni olsalar ochiqchasiga o'qishni tark etishni aytishadi. Ular kerak bo'lsa ta'lim muassasasini tark etish kerakligini va bu eskirib ketgan bir kod ekanini aytishadi. Chunki aslida ham u yerda o'qib o'rganayotgan narsalarning aksariyat qismi bitiruvchiga kelgusida umuman kerak bo'lmaydi. Hattoki ta'lim tizimlari eskirganini isbotlab beruvchi jiddiy dalillar bor. Alfred North Whitehead 19-20 asrlarning mashhur yetuk matematiklardan biri. U shunday degan: zamonaviy hayot uchun matematikaning eng zaruriy yo'nalishi bu statistikadir. Shunday, lekin negadir uni hatto eng yaxshi maktablarda ham o'rgatishmaydi. Bu qiziqarli fan va uni o'rta sinf o'quvchilari ham bemalol egallay oladilar. Bu juda oson bir fan. Unda nega o'rgatishmaydi? Chunki statistika hayotimizda sodir bo'layotgan ko'plab jarayonlarning asl yuzini ochib beruvchi, uni hayotda doimo ishlatamiz. Ammo negadir maktabga kelganda esa nima uchun bolalar geometriyani o'rganishadi? O'quvchilar hayron, anglay olishmayapti. Bu nima o'zi? Men buni nima qilaman? Menga 2x plus 3x nimaga teng ekanligi nega kerak? Menga nima? Bu axir bir global ahamiyatga ega emas-ku. Chunki bularning ortida haqiqiy ta'lim berish asosi yo'q. Agar bunga tarixan nazar solsak, bir paytlar bu narsalar ahamiyatga ega edi. Hozir siz kollejga bordingiz deylik. Bunda siz bir kasbni egallaysiz. U yerda o'rganganlaringiz bilan esa siz o'zingizni boqa olishga yetarli pul ishlashingiz mumkin xolos. Buni esa deyarli ko'plab ta'lim muassasalarida ko'rishingiz mumkin. Bu ilmning emas, pulning ortidan quvishdir. Va aynan ana shu kabi pul ortidan quvadigan kimsalar aksariyat holatlarda hiyla yu yolg'onlar bilan ishlarini bitirishga urinadilar. G'irromlik maktab va boshqa ta'lim muassasalarida keng tarqalmayaptimi? Bu xatarli bir muammo. Insonlarning ongini boshqarishning yana bir metodi bu yoshlarga hayotda qanday yashash kerakligini chizib belgilab berishdir. Maktabga borasan, keyin kollej, so'ngra universitet, diplom olasan, muntazam bir ish top, tezroq bo'l, bo'lmasa sen hayotda hech narsaga ulgurmay qolasan. Nega bu ishlar allaqachon kimlardir tomonidan belgilab berilgan? Avval maktabga borasiz. So'ngra albatta universitetga topshirishingiz shart. Albatta universitetga topshirish kerak. Mana nima qilishingiz kerak. Nima? Sen universitetga topshira olmading. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Bu kabi bir holatga duch kelgansiz, shunday emasmi? Men Londonda kontrakt to'lovlari doimo oshib borishi sababidan bosh ko'targan talabalarga guvohi bo'ldim.
Bu esa qarzdorlikning doimiy oshib borishi sababidan edi. Ha, albatta, yosh avlodni hayotlarining ilk yillaridanoq nazoratga olish uchun juda muhim omillar bosh ko'tarishgani-ku yaxshi, lekin ular bundan so'ng hech narsa bo'lmagandek yana ta'lim muassasasiga qaytadilar. Bu ishlarni bartaraf etishning yagona yo'li bu tizimning ishtirokchisi bo'lishni bas qilishdir. Ba'zilar aytadi, men universitetga bora olmasam yaxshi ish topa olmayman-ku. Yirik do'konlarning rastalarida mahsulotlarni taxlayotgan bitiruvchilarni ko'rganman. Ishoning, siz bu kolbasa konveyerini tamomlamay turib ham o'z karyerangizni barpo etishga sabab bo'la oladigan bir noyob qobiliyat egasisiz. Bizga bunday tizimning keragi yo'q. Navbatdagi metod. Dunyo haqidagi yolg'on suratni chizib berish uchun xizmat qiluvchi safsatalarni kitoblarga jamlash. Shu kabi ba'zi tarix va ilmiy kitoblarni nihoyatda soddalashtirib, insonning yuksalishiga bir turtki bo'la olmaydigan qilib yoziladi. Bu kabi kitoblar alohida qo'mitalar tomonidan ishlab chiqiladi va undagi ma'lumotlar yoshlarning vaqtini o'g'irlab, ularni nazorat qilish uchungina tuzib chiqiladi xolos. Bizning miyamizda ikkita yarim shar mavjud. Chap yarim shar so'zlar va hayotimizdagi voqeliklarni qabul qilish uchun javobgar. O'ng yarim shar esa ijod, ilhom va munosabatlarga javob beradi. Shuningdek, bu ikki yarim sharni bog'lab turuvchi yana bir qism bor. Bilasizmi, bir vaqtning o'zida biz miyamizning faqat bir qisminigina ishlatamiz. Shunday ekan, hozirda mavjud ta'lim tizimi miyamizning chap yarim shariga o'zining ma'lumotlar armiyasini yo'naltiradi. Qanday qilib? Bu asosan turli o'quv qo'llanmalarini o'rganish jarayonida sodir bo'ladi. So'ngra imtihon vaqtida miyamiz o'zi qabul qilgan ma'lumotlarni yana qayta chiqara boshlaydi. Ya'ni agar siz menga qachonlardir o'rgangan narsangizni eslab gapirib bera olsangiz va buni nihoyatda aniq bajara olsangiz, siz imtihondan o'tasiz. Aksincha, kimdir bu ma'lumotlarni chap emas, o'ng miya yarim shariga qabul qilgan bo'lsa, o'z-o'zidan bola bu ma'lumotlar ustida fikrlashni boshlaydi va imtihon vaqtida ular xohlaganini emas, o'zining fikrlash mahsulini taqdim etadi. Ammo bunday bolani o'quvchilar orasida ikkicha yoki mahmadona deya atashadi. Xo'sh, aslida gap nimada? Qachonki siz doktor, siyosatchi yoki bir jurnalist bo'lishni istasangiz, yoxud biron bir boshqaruv tizimidagi kasb egasi, ro'yxatni davom ettirishimiz mumkin. Xullas, shulardan birini tanlasangiz, bu kasb uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni siz doimo chap miya yarim sharingizda to'plab borishga majbur bo'lasiz. Hamda imtihonlarda yodlab olgan narsangiz bo'yicha sinovdan o'tasiz. Hatto o'qituvchi bo'lishingiz uchun ham siz ana shu jarayondan o'tishingiz kerak, ya'ni pedagogika institutiga kirasiz va u yerda qanday o'rgatishni o'rganasiz. So'ngra u yerni bitirib, bolalarga ham xuddi shunday dars berasiz. Chap miya yarim sharlari bilan ishlovchi insonlar bilangina bu ta'lim tizimi ishlab tura oladi. Qaysi omillar o'ng yarim sharning rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin? Bolaning noyob qobiliyatlari. Ammo bu qobiliyatlar chap miya yarim sharining faoliyatini o'z-o'zidan cheklay boshlaydi. Bu tabiiy ravishda sodir bo'ladi, ammo sizning yuksalishingiz kimga ham kerak deb o'ylaysiz? Bu gaplarni insonlarga yetkazish mening bir burchim deb bilaman. Bu kabi tizim ta'lim muassasasining ma'muriyati tomonidan ishlab chiqilmaydi, yo'q, ular emas. Balki bu tizimlar pana-panalardagi ba'zi kimsalar tomonidan sovuqqonlik ila hisob-kitob qilib chiqilgan. Demak, bu imtihonlar ham aslida insonlar ta'lim tizimining bir bo'lagiga aylanishlari, bir qolipga solinishlari uchun ishlab chiqilgan ekandir, shundaymi? Ha, shunday. Bu tizim yosh avlodga haqiqiy ilm berish maqsadida emas, aksincha, quyidagi 3 ta muhim narsa asosida ishlab chiqilgan va bu narsalar tizimning rivojlanib borishi uchun juda muhimdir. Birinchi, ular sizning intellektingiz bilan emas, xotirangiz bilan ishlaydilar. Ular sizni avvaldanoq tuzib bo'lingan turli darsliklarni yodlab olishga undaydilar. Bu ma'lumotlar ilm olishingizdan ko'ra sizga kerakliroq, muhimliroq bo'lgan boshqa narsalardan chalg'itish uchungina kerak. Ular sizning intellektingizni tekshirayotganlari yo'q. Ular sizning xotirangizni tekshirmoqdalar.
Ikkinchi, avvaldan ishlab chiqilgan ba'zi predmetlar diniy va axloqiy masalalardan butunlay yiroq bo'ladi. Bu kabi darsliklar esa ko'pincha xudosizlik, ateizmning rivojiga yo'naltirilgan bo'ladi. Agar yoshligingizdan boshlab sizga muntazam ravishda bir yolg'on narsani singdirib borilsa, vaqti kelib siz buni haqiqat deya qabul qilishingiz va boshqachasiga fikrlay olmay qolishingiz ham mumkin. Afsuski, ko'pchilik ota-onalar o'z farzandlariga nimalarni o'rgatishayotgani bilan qiziqib ham ko'rmaydilar. Uchinchi, ular sizga o'zlarining ofislari-yu zavodlarida ishlash uchun yetarli bo'la oladigan cheklangan miqdordagi ma'lumotlarni beradilar xolos. Balki eshitgandirsiz, 1932-yillarda AQShdagi Taskigi shahrida sifili nomli tadqiqot o'tkazilgan va bu 40 yil davom etgan. Bunda vrachlar asli afrikalik bo'lgan Amerikadagi insonlarga sifili atalmish kasallikning qanday oqibatlarga olib borishini o'rganish uchun ana shu kasallikni ularga ukol orqali yuborishgan. Yaqinda aniqlandiki, ular bu razil ishlarni faqatgina Taskigi shahrida emas, Gvatemalada ham amalga oshirganlari ma'lum bo'ldi. 1947-yilda esa ular Markaziy Amerikadagi insonlarni atayin sifilis, gonoreya va boshqa turli kasalliklar bilan atayin zaharlashgan. Buni esa shunchaki kasallikni o'rganib chiqish uchun qilishgan. Bu kimsalar esa AQShning eng yaxshi talaba bitiruvchilari edi. Ular o'qib chiqqan ta'lim muassasalari shuningdek xalqni o'marishda yetakchi bo'lgan talaygina bitiruvchilarni ham yetishtirib chiqargan. Agar insonlarga haqiqiy ilm berilmas ekan, ularning yashashdan maqsadlari haqiqatdan nima ekanligi anglatilmas ekan, shunchaki bir yeb to'ymas maxluqlar yetishib chiqishda davom etaveradi. Siz esa sivilizatsiya jarayoni sodir bo'lmoqda deya qolaverasiz. Agar ta'limdan din va axloq sug'urib olinsa, bu mana nimalarga olib keladi. Biz ilm olishning, ta'limning asl ildizini, maqsadini topmas ekanmiz, bu ishlar battar yomonlashgandan yomonlashib boraveradi. Bugungi kunda biz musulmonlar nihoyatda katta imkoniyatga egamiz. Chunki bizlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ummatlarimiz. U zot alayhissalom shunday mazmunda aytgan edilar. Qiyomat alomatlaridan biri shuki, vaqti kelib insonlar Allohning roziligidan boshqa narsalar uchun ilm oladilar. Ilm olish ko'proq pul topish asosiga qurilmagan. Ilm olish insonning yuksalishi uchundir. Ilm olish shunchaki o'rganish uchun emas, Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun bo'lishi kerak.